garilka bilan qizisanglar chiqadi mana shu narsa. Mana bunisida ham bor, mana yaltirab turibdi mana. Yaqinroqqa boryapman, mana yaltirab turibdi mana, temir. Men prosta sindirib bu yoqini ko'rganman. Probasini. Undan keyin mana buni kuydirib olmaysizlar. Pichoqni atirgan mana yana bunday ko'tarsanglar, amir bilan ne so'rilar, mana bu chiqadi. Bu chiqadi. Mana kompyuterdagi bular. Mana ko'ryapsiz. Mana bular ham tilla, mana bu ham. Mana ichida bor. Mana bu ko'rinib turibdi, mana yer bilsanglar. Men olib ko'rsatyapman. Mana shuni ustiga qopqog'i bor, buni ham. Amunitsiya sitkali bor. Buni sitkali mana yetdim, ana qildimda, bo'lmasa ko'rsatardim. Tariq bo'ladi mana yonboshiga. Mana ko'rib olinglar kompyuter. Buni hamma joyi bor. Ko'ryapsizlar. Mana bunday bachokda ham taylamanglar, iloji bo'lsa. Mana bachok. Ichida ana qilinadi. Bu ustidagi olinib, bu usta alyumin. Yoddan so'rmanglar, alyumin. Ichidagi kumush ham chiqishi ham mumkin. Xudo xohlasa buni ham arzondan qo'yib beraman. Mana kompyuterdagi. Mana ko'ryapsiz. Ko'zat bilasizlar yaxshi. Mana yaxshi bilsanglar kerak. Mana endi yana bitta savol beryapti bir yangi yillik bir akamiz, Umid akamiz. Mana Umid aka, mana siz ko'rsatgan narsangiz mana menda bor. Mana kompyuterdagi, mana trubka sariq. Ko'ryapsizmi? Buni alohida olasiz. Mana bunisini alohida yetiladi. Bu olinadi. Buni so'rsangiz olinadi. Mana Umid aka, yangi yillik odam, kishi aytib savol berdi. Mana ko'ryapsiz. Endi mana bunisi. Mana ko'ringlar. Bu nimadan chiqadi? Endi men o'zim bilmayman. Buni olib kelishga men bilmayman nimadan chiqishini. Mana bunisini shuni so'rsanglar yaltiroq bo'ladi, yozilgan bo'ladi. Bu oynasi olinadi, mana buni yechib olinadi. Mana ko'ryapsizlar? Yechib olinadi. Mana ko'ringlar o'zlar. Yaxshi e'tibor beringlar, men ko'rsatyapman. Buni olinadi. Buni ham tashlab yubormanglar. Bir xil bilmagan odam tushunmaydi. Buni ichida ham bor-da, oltin bor. Ichida bor. Undan keyin mana kompyuterdagi bu. Mana ko'ringlar. Mana uzoqroq olib boryapman. Mana kompyuterdagi. Mana ko'ryapsizlar? Mana kompyuterdagi. Mana tishlari ham yaltirab turibdi. Mana tishlari ham ko'rdinglar? Mana yaltirayapti. Ko'rdingizmi? Mana buni ichida ham bor. Dumaloq, buni motorkasi ham bo'ladi bular. O'sha motorkasini sim o'ralgan bo'ladi. Sariq. Magnitga tegib turib ko'rsanglar yopishmaydi. Bu ham oltinda, uni eritish muammosi ham bor, uni ham yo'li bor. Mana ana buni ham ko'rayotgansizlar, mana sariq yaltirab turibdi. Mana tishi. Mana tishlarni ko'rdinglar? Buni amr bilan o'taylar bo'ladi. Buni shart emas, buni kuydirib olish. Keyin mana bu quloq. O'sha kun aytganimdek, men aytgandek mana qulog'ini oltin bor dedim. Sariq narsasini bo'lsa olinglar, sariq joyini. Mana ko'ryapsizlar?